Hürmetli vatandaşlarım, leksimizin devamını davamlaştırırız. Xalqaro cemiyet yanala Amerika Qo'shma Shtatning rahbarligiga muhtoj mavzular xabar. 12 ayning 12 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerikaning iqtisod masalalari, fuqarolarning urushdan yaltiyishi, Amerikaning tashqi siyosatidagi natijalar va tuhfalardan gumonlanish qatorliq ahvollar nurg'un amerikaliklarni Amerika butun yer sharining siyosiy ishlariga aralashishi kerakmi? Dunyoning har bir iqtisodiy ishlariga aralashishga arzimamdi deydigan masalalar bo'yicha o'ylantirib qo'ydi. Demak, Amerikaliklar ana shunday o'ylanishga boshladi. Lekin yaqinda bir parcha dokladda mundaq ko'rsatildi. Amerikaning tashqi siyosat mutaxassislari hozirgi dunyoda Amerikaning xalqaro ishlarga aralashishi, yer shari bo'yicha rahbarlik rolini joriy qildirishi, yanada Amerika manfaatining eng zo'r kapolatidir deyishdi va mushu masala bo'yicha birdak tonishga keldi. Diqqat vatandoshim. Lekin yaqinda bir parcha dokladda mundaq ko'rsatildi. Amerikaning tashqi siyosat mutaxassislari hozirgi dunyoda Amerikaning xalqaro ishlarga aralashishi, yer shari bo'yicha rahbarlik rolini joriy qildirishi, yanada Amerika manfaatining eng zo'r kapolati deyishdi va mushu masala bo'yicha birdak tonishga keldi. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan beri internatsionalizmni ruh Amerikada kuchlik va partiya guruhlardan alqagan bir holda qo'llashga erishdi. O'xshashla internatsionalizmni ruh Amerika Qo'shma Shtatlarining yetakchi prinsipiga aylandi. Shuning bilan bir vaqtda ba'zi davlatlar hamda g'ayri davlat subyektlar Amerikaning dunyoviy yetakchilik o'rniga va xalqaro tartibga xiris qilishga boshladi. Amerikaning dunyoviy xarakterlik rahbarlik o'rni kun sayin tashqi xirisga va ichki gumonlanishga duch kelganda Amerika xalqaro aralashishni ozaytirish kerakmi yo'q? Yakka turish va bu jihat turishda va chetda turishdan iborat xalqaro siyosatni qayta qo'llanishi kerakmi yo'q degan masalalar o'ttirg'i chiqdi.